Assalomu alaykum papishaya. Halasa juzimsiz mana qo'yib ma'zaya, kelisa ham mana gilam yoniya mana. Hoy, ichidan hozir. On taqi on aka. Menmi? Bilib yuramanmi shunda? Yolingizda hech qancha jilmayman ekanda. Ha? Qistirib olay men bilmayman. Bo'ldi, nima qildi? Qancha oldimi? Bular daroshkalarimiz. Har xil daroshkalarimiz bor. 30 likdan boshlab ketaveradi bu yoqqa 4 metrgacha. Daroshkalarimiz kvadrat 50 mingdan boshlanadi. Xo'p, turistskiy ip to'qilgan bo'ladi, O'zbekiston ip to'qilgani bo'ladi. Hammasidan bor. Xo'p, bu yerda yana ichkarida ham bor. Qalin poloslarimiz bor mana bu yerda. Qayoqqa bo'ladi? Qalin poloslarimiz bu shu xotinlar ko'pchilik aytadi, rossiy polos deb shularni aytadi. Bular ham mana 48 mingdan kvadrati. Oddiy poloslarimiz bor. Ular kvadrati 24 mingdan. Xo'p, ketdik. Sondolarimiz bor, mana qutilarimiz bor. Xo'p, 320 ming, 350 ming so'm. Katta sondolarimiz bor, 650 ming so'm. Kamini qilib beramiz. Qanaqa polos aka? Bular mana poloslarimiz, mana yaxshi konsistensiyasi ham yaxshi, qalin. Yuvsa ham boshqa bo'lmaydi. Sifati ham yaxshi, yillab ish qilaveradi. Xo'p, avarniy gilamlarimiz bor, katta, kichik razmerlari bor, har xili bor. Ularning kvadrat 80 mingdan ketaveradi, 250 ming, 300 ming turishi, razmeriga qarab. Xo'p, mana bu yerda katta gilamlarimiz bor, katta metrajli gilamlar. Xo'p, mana bu yerda 3 metr qalin poloslarimiz, 2,5 metrligi bor, 2 metrliklari bor mana. Qanaqa razmer desanglar, hamma razmerda qilib berilaveradi. Kesib, chegalarni kesib, qirqib, tikib berish hamma xizmatlari bor. Uyingizga borib o'lchab kelib, hisob berishlari ham bor, qilib berilaveradi. Narxi shu hammasi mana mollarimiz bor, 50 mingdan boshlanadi kvadrati. Ketaveradi u 300 mingda bo'rtib turgan qalin gilamlargacha bor. Xo'p, mana manolarimiz katta gilam poloslarimiz. Mollar oddiy poloslarimiz mana. Oddiy poloslar qanaqa? Oddiy poloslarimiz 3 metrligi, xo'p, 70 ming so'm metri. Kamini qilib metrajga qarab qilib berilaveradi, xudo xolisa. Eskitdan ochamiz bu deganlarni. Xo'p. Qanaqa polos aka? Narada gatovoy gilamlarimiz ham bor. Mana endi o'ralgan bularni ochib qo'yganmiz, narada ko'rsatib o'tamiz. Gatovoy gilamlar ham bor. Xo'p, bu yerda. Mana bu yerda metraj gilamlarni o'lchash sotishyapti saytda. To'g'ridagi turgan gilamlarimiz gatovoy gilamlar, Samarqandda toza gilamlari bo'ladi, popiylik. 80 mingdan boshlanib kvadrat ketaveradi bularning ham. Har xili bor, razmerlari bo'ladi. Qancha o'zi? 2, 2,5, 3, 3,5, hamma razmerda bor, xudo xolisa. Narxlarimiz shu gatovoy misol uchun 3 qancha kelish soatda pulga? 3 gilamlarimiz bo'ladi, masalan, gatovoy gilamlarimiz. Xo'p, 950 mingdan bo'lsa, 950 mingdan boshlanib ketaveradi yo'qda, ketaveradi. Har xili bor. Aytgan razmerida, qalinligida, metrajlari ham bor ularda. Mana shular metrajlarimiz bo'ladi. Toza gilamlar, qalin gilamlar, toza gilamlar metrajli mashinlar. Mana o'nolari ham metraj. Ko'ringlar. Necha? Ko'rsatib ber, necha? Yo'q, ichkari nima? Skladda endi. Gatovoy gilamlar turadi bu yerda. Kesib tikish xizmatlarimiz bor. Uyga borib o'lchab berib, agar bir burchaklar kesilib boshqa qilinadigan bo'lsa, o'zimiz o'lchab borib kesib, tikib tayyorlab, gatovoy qilib beramiz. Hammasi bo'ladi. Hamma sharoiti bor, xudo xolasa. Kirgan odam ishim bitmadi deb chiqib ketmaydi, xudo xolasa.
Nomer necha aka telefonimi? Nomerimiz 94lik 090 70 00. Telefonlarga qilaverasizlar. 94lik 090 70 00. Asmonga tavsiya masakada ev va qo'ng'iroq qilib va telefon qilib aloqaga chiqib. Kelaverasizlar, sog' bo'lasizlar.